Men Xudoyorova Dilrabo, Jizzax viloyati G'allaorol tumani Qanglobod shaharchasi Nurobod mahallasida istiqomat qilaman. Men 10 yildan beri Ucell kompaniyasidan foydalanib kelaman. Yaqinda o'zimizda Jizzax viloyati Qanglobod shaharchasidan 2 ta sim karta, 2 ta farzandimga xarid qilgandim. O'sha sim kartani bittasiga Ucell kompaniyasining 10 millionchi abonenti bo'lgani uchun biz Ucell kompaniyasidan Cobalt mashinasini yutib oldik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Rostini aytsam, biz avvaliga ishonmadik. Chunki Ucell kompaniyasida bunaqa aksiya ketayotganidan xabarimiz yo'q edi. Keyin bizga bu Ucell kompaniyasi xodimlari bu xabarni yetkazganda juda ham xursand bo'ldik. Oilamiz bilan hayajonlandik. Biz Ucell kompaniyasidan xizmatlaridan juda qoniqamiz. Endi bu sovrinni orqasidan bu kompaniya xodimlariga ishonchimiz yanada oshdi. Mashina bizni oilamizga katta baxt olib kirdi. Bundan juda ham xursandmiz. Ucell kompaniyasiga yana bir bor tashakkurlarimni aytaman. Bunday yutuqlar biz kabi oddiy insonlar xonadoniga katta baxt, quvonch olib keladi. Shuning uchun har doim halol va adolatli o'yinlar guvohi bo'lib yuraylik. Ucell kompaniyasiga omad tilayman. Буквально на днях компании Ucell исполнилось 29 лет, и лучшим подарком для нас и признанием того, что мы все делаем правильно, стал 10-миллионный абонент. За последние 3 года компания инвестирована более 430 миллионов долларов в сеть, и по итогам 2024 года Ucell признан самым быстрым мобильным оператором в стране по исследованию компании Ookla. Мы не останавливаемся, продолжаем улучшать качество предоставляемых услуг каждый день. Спасибо, что выбираете Ucell и остаетесь с нами. Мы очень рады достижению рубежа в 10 миллионов. Это доказывает то, что абоненты выбирают наши сервисы и продукты. Совсем недавно мы запустили новую тарифную линейку BOR, в которой абоненты ждут не только еще больше скоростного интернета, но и включенные подписки на музыку, телевидение, безлимитные выходные и даже включенный роуминг. Присоединяйтесь к Ucell, будьте с нами. Ucell kompaniyasi birinchi bo'lib 3G, 4G, 5G tarmoqlarini ishga tushirgan va metroda ham birinchi bo'lib tarmoqni ishga tushirgan va undan tashqari eng katta shaxsiy ofislar soni, eng ko'p ofislar soni. Demak, bu barcha O'zbekistondagi barcha hududdagi abonentlar ofislarimizga kelib xizmat olishlari mumkin. Va bizning texnologiyalarimiz, bizning tariflarimiz hammasi bizani mijozlarimizga yo'naltirilgan, mijozlarimiz uchun qilingan va buni namoyandasi 10 millionchi mijozimiz bugun sovrinni qo'lga kiritdi. Biz bundan juda ham mamnunmiz, tabriklaymiz. Va bundan buyog'iga ham biz mijozlarimiz uchun yangi qulayliklar, yangi savdo ofislari va yangi texnologiyalarni tatbiq qilishga tayyormiz.